Assalomu alaykum qadrdonlarim. Sizlar bilan yana diydor ko'rishib turgandan juda ham xursandman. Bugungi mavzuyimiz hayolimdagi inson keladimi yoki yo'q. Sizlarda ikkita versiya. Birinchisi hindlar ishlab chiqargan oq energiya kartasi, unga yashil belgini qo'ydim. Ikkinchisi inglizlar, ya'ni anglizlar ishlab chiqargan Joker kartasi. Bunga qizil yulduzchani belgi qo'ydim. Qaysi biriga indisingiz tushyapti, qaysi birini o'zimni versiyon deb o'ylayapsiz, shundan bittasini tanlang. Men 6 gacha sanayman. Demak, boshladik. 1 2 3 4 5 6. Tanlab bo'lgan bo'lsangiz, oq energiya kartamizdan boshlaymiz. Bismillahir-rahmanir-rahim deb chiylashni boshlaymiz. Bismillahir-rahmanir-rahim. Albatta layklarni bosib tashlang. Sirg'anchu kartada. Shuning uchun sal qiyin bo'ladi, mayli. Amallaymiz. Albatta layklarni bosing, obuna bo'ling. Bilasiz, bizning videolar faqatgina layk bosib, obuna bo'lganlarga shifoli bo'ladi. Shifoli ochirim bo'lsin. Ilohim shifoli ochirim bo'lsin. Demak, kartalarimizni yaxshilab chiylab oldik. Endi sekin-sekin terishni boshlaymiz. Menimcha sizlarga ko'rinyapti yo yaqinroq qo'yaymi? Demak, ko'rinyapti. Demak, sizni hayolingizdagi inson o'zini o'tga cho'qqa urib yuribdi-da, mana. O'zini o'tga cho'qqa urib yuribdi. Qatta ish bor desa, qatta pul bor desa, surishtiryapti. Umuman bekor o'tirgani yo'q, izlanyapti. O'zini o't orasiga, umuman olganda yov orasiga, umuman xullas nimaiki qiyinchilik bo'lsa, qaytmayapti-da. Pul topish uchun, ishlash uchun qarzlari ham bor, kreditlar bor ba'zilarda. Shularni hammasini yengaman deb, ba'zilar uy qilaman deyapti, mashina olaman, xullas juda ham tashvishi ko'p. Shularni hammasini yengish maqsadida o'zini o'tga cho'qqa urib yuribdi. Ja, unaqa yaxshi sharoitda ham emas. Mana. Ja, issiq suv, sovuq suv, nima siz o'ylagandek yaxshi sharoitda emas. Oddiy uyda hayot kechiryapti. Ba'zilari dokument ishida ham yuribdi mana. Dokument qilyapti ba'zilari. Ba'zilarini ishlayapti, lekin boshlig'i juda ham qo'pol. Hammasiga ko'z yumib, hammasiga chidab kelyapti shu paytgacha. Umuman olganda kurashyapti-da. Kurashyapti mana. Mana. Mehnatdan boshi chiqmayapti. Siz o'ylayapsiz, u o'ynab kulib yuribdi. Yo'q. Uni atrofida yengil tela ham paydo bo'lyapti, lekin qiyo boqmayapti. Faqat o'zini dardi bilan, sizni dardingiz bilan yuribdi. Agar hozirda xiyonat bormi deydigan bo'lsangiz, juda ko'pchilikda yo'q. Ba'zilarda bordir, lekin juda ko'pchilik shu faqatgina pul, dokument shunaqa problemalar bilan yurishibdi-da. Demak, davomini ko'ramiz. Davomi nima bilan tugaydi? Har joyi qilmagin orzu, hamma joyda bordir toshu tarozi degan maqolga juda ham tushunib yetyapti hozir. Juda ham tushunib yetyapti. Shu taqdiridagi bor qiyinchiliklarni ko'ryapti hozir. Nimaiki qiyinchiliklar bo'lsa, hammasini ko'ryapti. Yashay hangragani ham juda ham ko'pchilik negativ yozadi-da menga. Axir azlarim, men juda ham ko'p ta'kidlayman. Men axir
oddiy banda emas-ku. Hattoki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ham yag'fur degan eshiklari bo'lgan. Uning uchun kulmang. Bu meniki emas, qo'shnimiki, nima qilay? Demak, mavzudan chetlashmaymiz. Xullas, agar sizga uylanmagan bo'lsa, albatta nikoh uzugini taqadi. Sizni nikohimga olaman deb yurgan bo'lsa ham, xullas umuman olganda birga bo'lishga harakat qiladi. Birga bo'ladi. Masalan, zaksdan o'tmoqchimisiz? Zaksdan kelgandan keyin zaksdan o'taman, nikoh uzugini taqaman, billa sen bilan yashayman degan bo'lsa, hammasini so'zidan chiqadi. Aldamayapti. Umuman aldov emas. Shu kunlarni o'zi ham kutib yuribdi. Chin dildan, chin yurakdan sevadi sizni. Xudo xolasa, ikkovinglar ham mana bulutlardan keyin quyoshli kunlarni ko'rasizlar, Alloh nasib. Quyoshli kunlar kelyapti sizga. Yaxshigina pullar bilan keladi. Qiyinchilik bilan topgan pullar bilan keladi, xudo xolasa. Pul bor, pul kelishi bor. Hattoki ba'zilar yana farzandli ham bo'lishinglar mumkin. Shu hayolingizdagi inson bilan o'rtalarda farzand, juda ko'pchilikda o'g'il farzand bo'ladi. Umuman olganda hayolingizdagi inson keladi. Sizni sog'inib, baxtli qilish uchun albatta keladi. Demak, birinchi versiyamiz shundan iborat bo'ldi. Endi ikkinchi versiyamiz Joker kartasida Koroviza. Demak, mana qizil yulduzcha ostidagi Joker kartamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim shifoli bo'lsin. Sizlar ham albatta layklarni bosib tashlang, obuna bo'ling. Bilasiz, bizlarning videolar faqatgina layk bosib, obuna bo'lganlarga shifoli bo'ladi. Ilohim shifoli ochirim bo'lsin. Shifoli ochirim bo'lsin. Demak, sizlar ham kartalarni yaxshilab chilab oldik. Endi Koroviza qani, sizlar ham nimalar kutyapti? Mana kartalar ko'rinsin sizga. Yangi xontaxta olgan edim. Sal kichkinaroq ekan, mayli. Almashtiramiz, xudo xolasa. Demak, azizlarim, sizlarda ikkinchi versiya. Umuman olganda va'dani beraveradi-da. Mana. Bizga full kartasi. Sizga qop-qop va'dani beradi, lekin bajarmaydi. Boluda turibdi-da, hozir boluda turibdi. Atrofida yengilliklar bormi, xiyonat bormi desangiz, 100% bor. Mana. Men bekitib turaman qo'lim bilan. Ochiq sahnalarni qo'lim bilan bekitaman. Bor, 100% bor. Afsuski. Suyagi yo'q yengilliklarga uni. Sehr ham bor. Miyasi ham o'zida emas. Juda ko'pchilikda sehr bor. Sehr bilan olib ketib qo'ygan. O'sha yerda yurgandayoq sehrlanganlari ham bor. Mana. Chiqib keta olmayapti-da, mana shu vaziyatdan chiqib keta olmayapti. O'zini hamma jabhada sinab ko'ryapti. Lekin mana shu bitta joyda qotib qolganda, bitta joyda qotib qolgan. Asosiysi unaqa mehnatkash emas. Unga birov ishlab bersa-da, tayyorini yeb yotsa. Unaqa mehnatkash emas. To'g'ri, mehnatkashlari ham bor, lekin birinchi aybini aytaman, u pulni joy-joyiga qo'ya olmaydi. Hali Amir Temur bobomiz aytganlar-ku, pulni topishdan ko'ra sarflash eng qiyin ish deb. Pulni hech qachon bu joyiga qo'ymaydi. Mana aytganimdek, mana
Qo'lida pul bor, lekin chochvoradi. Shu yeb icharga, yengil-taylaga umuman olganda biron bilan ishlatmaydi, sochib yuboradi. Keyin yuraveradi mana bunaqa osilib hayot maydonida, nima qilishni bilmasdan, bitta nuqtada qotib. Mana xuddali qorong'ulikka kirib yuraveradi. Pulni joy-joyiga qo'ya olmaydi bu. Mana kalitini topa olmaydi. Xullas juda ham nima desam bo'ladi, qiyin ahvolda yuribdi. O'zini baxtli ko'rsatyapti, lekin qiyin ahvolda yuribdi. Unaqacha pullari ham ko'p emas. Faqatgina quruq va'dalar, o'zini o'zi aldab yuribdi-da. Endi keladimi degan savolingizga dangal javob beraman. Keladi, lekin tinchlik bilan kelmaydi. Sizni yoningizga tinchlik bilan kelmayapti-da. Hali o'zi oldin ham juda ham ko'p urushgansizlar, yana o'sha janjallar qaytarilyapti-da. Kelib yana qaytib ketishi, keyin aqli kirib kelishi tushyapti-da. Endi kutish, kutmaslik u sizni ixtiyoringizda, lekin baribir yana aytaman, ozgina yaxshi gapiradi-da, yana boshlaydi oldingi o'yinlarini. Oldingi hunarlarini yana boshlaydi. Xullas tinchlik bilan kelmayapti sizni oldingizga. Keladi, janjal to'polon chiqarib, yana ketib qoladi-da, eski gaplarni qo'zg'ib, yana bahona qilib ketib qoladi. Keyin 5-6 yildan keyin aqli kirib keladi. Ungacha mayli, men sabrim yetadi. Men kuta olayman, kutaman uni deydigan bo'lsangiz, keladi. Lekin siz juda ham kech vaqtli bo'lasiz-da u bilan. Bu yog'i o'zingiz ixtiyoringizda. Lekin amal ziyon bor sizlarda. Demak, bugungi ochirimlarimiz shulardan iborat bo'ldi. Men ilohim hammani baxtli bo'lishini chin dildan tilayman. Albatta, like bosing, obuna bo'ling. Kimda kim alohida ochirim qilmoqchi bo'lsa, yo'l ochirim qilmoqchi bo'lsa, men nomerlarimni yozib qo'yaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlarim.